Mashinaning ichida uzoq vaqt o'tiryapsiz. Dili imzochi haydab olsiz yo'q o'tiribsiz. Qanaqadir vaqtdan keyin sizda lohaslik, lanjlik, uni ustiga bosh og'riq va mashinangizdan ichidan qanaqadir zax hidi kelyapti, nam hidi bo'lib qolyapti. Buni asosiy sababi mana ham ko'rib chiqing, mana bu narsa bilan. Tashqaridan havo kirmayapti. Bu narsani biz nima qilishimiz kerak? Bu to'g'ri. Agarda changli joyda o'tyapsiz, tashqaridan havo kirmasin, siz buni yoqib qo'yishingiz kerak. Lekin boshqa holatda siz buni tashqaridan havo kiradigan qilib qo'yishingiz kerak. Yo'qida avtoga qo'yib qo'yishingiz kerak. Mana qo'ying. Ko'rdingizmi? Avto bu ham zo'r narsa. Xo'p, nimani hisobiga unaqa bo'lyapti sizda? Asosiy narsasiki, mashinada o'zingizni havoyingiz o'ziga aylantirib bergani hisobiga tashqaridan toza havo kirmayapti. O'shani hisobiga kisot angida yutyapsizda. Mana bu ichkaridagi nam havo ham o'ziga aylantiryapti. Mashinangizdan nam havo kelib qolyapti, zax hid kelib qolyapti. Va uni ustiga o'zingizni havoyini qayta xillaganingiz hisobiga mashinangiz boshida og'ryapti, lanj bo'lyapsiz, ichki havo tashqaridan aylanmagan hisobiga so'langiz qaqshab, yoqimsiz bo'lyapti. Buni asosiy sababi shundan iborat. Mana buni to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Avtoga qo'yib qo'yamiz. Avtoga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, endi ko'p mashinada bu narsa bor. Ba'zi mashinada yo'q bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lsa, tashqaridan havo kiradigan qilib qo'yishimiz kerak. Agar avto bo'lsa, avto ham zo'r narsa. Bu qanaqa bo'ladi? Agarda misol uchun deylik, tashqaridan havo kiryapti, maza qilib yuribsiz, lekin changli joydan o'tadigan bo'lsangiz, misol changli havo kiradigan bo'lsa, o'zining sensorlari bor, datchiklari bor, changni his qildi, mashina tashqaridan kiradigan havoni yopib qo'yapti. Yana to'g'rilangandan keyin yana qayta o'zi qanaqadir vaqtdan keyin yana o'zi ochadi o'zi. Bu narsa shaxsan sinalgan. Unaqa emas degan odamlar iltimos oldin sinab ko'ringlar. Agar avto bo'lsa, changdan yurib ko'ring, oddiy joydan yurib ko'ring. Shaxsan sinab ko'rdim o'zim, yaqinda klient bilan shunaqa yurayotgan joyimizni tappi topilib qoldi klient hayrondi. Oke, bildingizmi? Mana tashqaridan havo kirmagan qilib qo'ydi. Avto zo'r ish ekan, zo'r narsa ekan avto deyapti. O'shaning uchun shu narsani sizlarga bo'lishmoqchi bo'ldim. Mana shunaqangi manfaatli videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizlarni ham qo'llab turinglar, like bosib, podpiskani bosib, o'rtoqlar yuborib qo'yinglar. O'rtoqlar ham maza qilib toza havoda nafas olsin, o'zini havosini o'ziga dimlanib yurmasin, maza qilsin. Hammaga kerakli bu. Nafaqat elektr, gibrid, ahamiyati yo'q, benzin, muammo yo'q, hammasini yoqib turish kerak. Salomat bo'lamiz.